Kompaniyangizni taniqli va kuchli brendga aylantirmoqchimisiz? Mijozlaringiz, raqobatchilaringiz orasidan aynan sizni tanlashi va mahsulotingizni narxiga qaramasdan sotib olishini istaysizmi? Unda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Ushbu videoda siz kuchli brend qurishni asosi bo'lgan brendni pozitsiyalash haqida ba'zi bir tadbirkorlardan va soha mutaxassislaridan yaxshiroq tushunib olasiz. Brand positioning, ya'ni o'zimiz til bilan aytganda brendni pozitsiyalash o'zi nima? Nazariyadan ko'ra misol bilan tushuntirish osonroq. Hozir sizga bir nechta savol beraman va miyangizga kelgan eng birinchi javobni aytasiz. Ichimlik deganda xayolingizga birinchi nima keladi? Oddiy suv, choy, sharbat, kompot va hokazo. Hammada har xil, to'g'rimi? Gazlangan ichimlik desamchi? Pepsi, energetiklar, oddiy gazli suv va hokazo. Hammada har xil, lekin variantlar qisqardi, to'g'rimi? So'nggi savol. Oila davrasi, baxtli lahzalar, bayram dasturxoni. Qaysi ichimlik xayolingizga keldi? Shubhasiz Coca-Cola. Har birimiz miyamizga Coca-Cola kelgani, ular brendlarini to'g'ri pozitsiyalashtirganini bildiradi. Yaqinlar va do'stlar davrasi, baxtli lahzalar va muzdek Coca-Cola. Cola bu mesajni har bir reklamasida butun dunyo miyasiga, to'g'rirog'i ong ostiga 100 yillardan buyon quyib kelmoqda. Ong osti miyani boshqarib bo'lmas qismi. Nima uchun Coca-Cola ekanligini bilmaysiz, lekin har doim mehmondorchilik uchun bozorlik qilarkansiz, Coca-Cola olish esingizga tushadi. Biz o'zbeklar eng yaxshi ko'radigan va yaqinlar davrasida eng ko'p iste'mol qiladigan taom bu nima? Albatta osh. Oshmi Coca-Cola bilan zo'r ketadi degan mesajni ongimizga ancha yillardan beri Coca-Cola mixlab kelyapti. Osh desa miyangizga osh va kola tasviri kelishi aynan mana shunda. Osh bilan kola ichish sog'lom aqlga to'g'ri kelmasa-da, yillar davomida biz osh bilan choy ichib kelgan bo'lsak-da, Coca-Cola choyni o'rnini allaqachon egallab bo'ldi. Coca-Cola dasturxonimizni va madaniyatimizni ajralmas qismiga aylandi. Madaniyatni yoki insonlarni biror odatini bir qismiga aylanib ketish bu pozitsiyani cho'qqisi hisoblanadi. Miyamizni bir javon deb olsak, undagi har bir tortma bu tushuncha va hissiyotlar. Har bir tortmaga bitta yoki maksimal ikkita brend sig'adi. Masalan, qorning och qoldimi? Snickers ye. Tanaffusmi? KitKat ye. Tabiiy go'zallik? Daf. Klassika, hashamat, status. Mercedes-Benz. Xavfsizlikmi? Volvo. Tezlikmi? BMW. Ko'rib turganimizdek, kuchli brendlar aslida mahsulot sotmaydi. Ular qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan g'oya va hissiyotlarni sotishadi. Shuning uchun ham ular xohlagan narxlarini qo'ya olishadi. Sababi bu yerda berilayotgan asosiy qiymat mahsulot emas. Brendni pozitsiyalash bu mijozlar ongi uchun kurash. Kuchli pozitsiyalash kuchli brend demakdir. Ya'ni brendingiz kuchli pozitsiyalashgan bo'lsa, mijozlaringiz ongida o'ziga xos va bo'sh joyni egallab olgan bo'ladi. Endi bu joyga boshqa bir brend daxl qilishi juda ham qiyin. Colaning asosiy raqobatchisi bu Pepsi va Pepsi biladiki, Cola egallagan pozitsiyani u egallay olmaydi. Shuning uchun ham Pepsi boshqa yo'lni tanlagan. Uni pozitsiyasi zamonaviy yoshlar va sport. Yoki KitKatni oladigan bo'lsak, u hech qachon qorinni to'yg'izadigan shokolad deb o'zini reklama qilmaydi. Chunki bu pozitsiyani Snickers band qilib qo'yganini biladi. Tayinli pozitsiyasiz mijozingiz uchun bozordagi oddiy mahsulotlardan birisiz xolos. Hamma uchun har narsa bo'lish bu yutqazuvchi pozitsiyadir. Diqqat, yana bir muhim nuqta. Agar siz kuchli brend qurmoqchi bo'lsangiz, brendni pozitsiyalash har qanday marketing ishlaridan oldin qilinishi kerak. Sababi har qanday marketing harakati brendni pozitsiyasi ustiga quriladi. Brendimni pozitsiyalash uchun nima qilishim kerak? Endi shu haqida gaplashamiz. Buni ham misol bilan tushuntirish osonroq. Qizilishton degan qush haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. U daraxtlar ichidagi qurt-qumsqalar bilan oziqlanadi. Bitta joyga kuchli pozitsiyalashgan brend xuddi qizilishtonga o'xshaydi. U duch kelgan har qanday daraxtni ham cho'qib chiqmaydi. Dastlab u izlanadi, kuzatadi, daraxtni o'rganib chiqadi va o'lja bor daraxtni topgach, daraxt tanasining ichidagi aynan hasharot yoki qurt joylashgan joyini nishonga oladi. Nishonga olingan nuqtani teshik paydo bo'lib, o'ljaga erishmagungacha to'xtovsiz cho'qiveradi. Agar u bir daraxtni bir nuqtasiga fokus qaratmasdan har qanday daraxtni cho'qib chiqaverganida va oxirigacha yetkazmaganida, u hech qachon o'ljaga erisha olmagan bo'lardi. Brendni pozitsiyalash bu bitta bo'sh joyni tanlash va odamlar sizni tanib olmagungacha bir xil bo'lib qolishdir. Birinchi qadam
kimlarni o'zingizga asosiy raqobatchi sifatida ko'rishingizni aniqlashtirib oling. Hamma ham sizning to'g'ridan to'g'ri raqobatchingiz emas. Ikkinchi qadam, super kuchingizni aniqlashtiring. Ya'ni raqobatchilaringizdan asosiy ustunligingiz nimada ekanligini aniqlab oling. Biz nimamiz bilan raqobatchilarimizdan ajralib turamiz? Mijozga beradigan asosiy qiymatimiz nima? Yoki mijozlaringizni nega aynan sizni tanlashim kerak degan savolga jozibali va o'ziga xos javob toping. O'ziga xos va tayinli javob bo'lishi uchun arzon, shirin, mazali yoki sifatli degan so'zlar to'g'ri kelmaydi. Biznesingiz nomini o'zgartiring. Bu nom endi qonunan menga tegishli. Siz ham bunday gaplarni eshitishni xohlamasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Men Behzod Esonov, Mountain Branding agentligi asoschisiman. Biz so'nggi yillarda ko'plab bizneslarga nom topib, logotip tayyorlab va ularni patentlab berganmiz. Siz taniydigan ko'plab brendlar aynan patent orqali brendlarini himoyalashgan. Siz yillar davomida brendingiz ustida ishladingiz. Mijozlaringiz shu nom bilan sizni taniy boshladi. Reklamaga sarmoya qildingiz. Lekin bir kun kelib, raqobatchingiz brendingiz nomini patentlab oladi va buning oqibatida siz brendingizni ishlata olmay qolasiz. Bu gaplarni biz o'zimiz o'ylab topmadik. Tadbirkorlar bilan ishlash jarayonida ularni aynan shunday holatga tushayotganini ko'ryapmiz. Siz ham shunday holatga tushib qolmaslik uchun brendingiz nomini patentdan o'tish yoki o'tmasligini hoziroq tekshirtiring. Bu borada sizga yordam bera olamiz. Mabodo brendingiz nomi patentdan o'tmay qolsa ham patentdan o'tadigan nom topib bera olamiz. Pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting, biz sizga aloqaga chiqamiz va batafsil ma'lumot beramiz. Bugungi kunda tadbirkorlarimiz qilayotgan eng katta xatolardan biri raqobatchilaringizdan nima bilan ajralib turasiz deganimizda bizniki sifatli, bizniki arzon degan javoblarni berishadi. Bugungi kunda bu kabi xususiyatlar ko'pchilikda bor. Bular bilan raqobatchilardan ajralib turish imkonsiz. 3-qadam, auditoriyangizni to'g'ri tanlang. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma mening mijozim deyish katta xato. Hamma uchun hamma narsa qilishga harakat qilsangiz, odamlar sizni tanimaydi va eslamaydi ham. Aniq auditoriya tanlang. Yoshi, jinsi, moliyaviy holati, statusi, xulq-atvori, yashash tarzi va boshqalarni inobatga oling. 4-qadam, mijozga aynan siz bera oladigan qiymatni bitta gap bilan ifodalang. Xuddi oldinroq gaplashganimiz, xalqaro brendlar pozitsiyasi kabi. Agar siz aniq bir nuqtaga fokus qaratib, chalg'imasdan yillar davomida o'sha nuqtaga ursangiz, oxir oqibatda odamlar biror bir so'zni eshitganda yoki o'sha vaziyatga tushganda yoki o'sha hissiyotni his qilganda birinchi bo'lib sizni eslashadi. Sizga savol: mijozlaringiz sizni brendingizni qaysi hissiyot yoki so'z bilan eslab qolishyapti? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, bugunoq brendingizni pozitsiyalashga kirishishingiz kerak. Agarda sizda savollar tug'ilgan bo'lsa yoki brendingizni pozitsiyalamoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting, biz sizga aloqaga chiqamiz.